Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 3. Miladiya 1671 yıl, yıl 5. Bamdat vaqti bilan yig'ishqa boshlagan qor texchilar lapildab tushyotdi. Shu sabablikmi yo'lda yo'lovchilar to'liq shalang edi. Mahalla qishloqlarda qor pomziki etishib o'ynayotgan bolalardan boshqa cho'ng odamlar ko'zga chiliqmaydi. 4 egarlik ot, 2 to'ga, 1 mapa va 2 yuk harvisi lapildab tushyotgan qorga qaramay safarini davomlashtirib Chaharbog' tavasiga yaqinlab qolgan edi. Bu yerdagi Chaharbog' degani hozirgi Qog'liq noyisining Chaharbog' yezisi deydi. Tögülərinin burundan ötküzülgən çülük yük harvısıga çetib qoyulğan edi. Atlarning ikkisiga odam minib olgan bo'lib, birdan yoyoq otni yetilib olgan edi. Otliq odamlar va harvakashlar qilin juvularga mahkam o'rnib olgan bo'lsa-mu, so'qoqda yanala dugduyishib ketgan edi. Odamlarningmi, ot uloqlarningmi og'zi burundan har nafasda puqrab g'o'r chiqib, soqol burut, tumshuqlari qirovdab cho'ki muz tutgan edi. Üstü kun raxt bilan chumkalgan mapa xuddi ko'shma uyga o'xshaydi. 4 ot qitilgan bu mapa odatdagi mapalardan xilli cho'ng bo'lib, ichi to'liq ozod edi. Mapaning o'tirisiga qo'yilgan chuyun otashdondagi o'rik o'tunining ko'miri yilinjab, yolqin tortib, mapa ichini ilitib etgan edi. 3 kishi ashu otashdonni cho'rdab ozoda o'tirishadi. So'dgarlar siyaqida kiyinib olgan bu 3 kishi Sultan Ismoilxon, Amiri Kabir Mirzababaq va Malika Muhtaram Xenim edi. Xizmatchi siyaqida kiyinib olgan ikkilan bilan Orvakash va otliqlar Ismoilxonning xos qo'riqchi yigitlari edi. Ular mushundaq turqi bilan salohiyatini yo'shirib, o'rnidan maxfiy chiqqandan beri el orasini aralab, avomning hol ahvolini tekshiryotdi. Amir Kabir janoblarının məsləhətiga kirib, bu qitimqi xufiyan ziyoratni ixtiyari etkinimiz yaxşı bolğan ekan, dedi Ismoilxon burundan eqivatgan suni ipak qo'lyog'liqi bilan etib turib. Zukamdab qolganligi uchun xonning ovozi g'arang-g'urung chiqadi. O'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam, ra'yat kunining bu darajada battarligiga zinhor ishonmagan bo'lardim. Afsus, xon atamga tumu tegib qilib, safarimizni Xotangacha davomlashtira olmaydigan bo'ldik-da, dedi Malika Muhtaram Xenim. Xudo xolisa, yozicha Xotan taraflarga oralaymiz. Xotan taraflarni oralaymiz, dedi Mirzababaq. Aslida qorg'iliqqa bormay, Xo'ja Eriqdinla o'rniga qaytgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Xo'ja Eriq degani Qog'liq noyisiga tava Tiznab daryosi bo'yiga joylashgan bir yeza deydi. Xon oliylariga takkan tomo shifo topmay ko'p haraj tatqizdi. Mushundaq zimistonda ra'iyatning tatgan azoblari oldida mening bunchalik haraj tortishim qanchalik ishdi deyla, Amiri Kabir, dedi Sultan Ismoilxon. Ko'mamla ul bichorlarning yo yigili yo'q, yo kiygili yo'q turqini. Qish sovuqiga bardoshlik berolmay, o'lib tortib qolsa, uvali bizlar kim, xon sultonlarga bo'lmamdi. Yaratgan egam bu gunohlarimizdan o'tkaymi? Ko'ngillarni yerim qilmasalar qiblagohim, dedi Mirzababaq. O'rniga qaytgandan keyin har qaysi yurt aymoqlardagi amir baglarga kambag'al, yetim yesir, tul xotin, yetim o'g'illarning holidan xabar elib, xonliq xazinaga topshirishga tegishlik xarajatdan xayr saxovat qilishga yorliq tushirsalar, ularning qora qishdan omon eson chiqishiga ko'p yordami bo'ladi. Helimo ikki harvida liq ilib mangan kiyim-kechak, mata raxt, pul pichaklarimiz tugayildab qoldi, dedi Malika Muhtaram Xenim.
u yigitlardek yasnab olgan bo'lib, qo'liqig'icha cho'kirib kiyib olgan yangi sarcha ko'rpi talpiki chiroyiga qo'ymay yarashgan edi. Helimo yo'l bo'yi setib olgan tegishlik mollarimizning tayini yo'q. Akagan mollarimizni ashu muhtojlikqa qolgan bechoralarga ulashtirib mangduq. Bizga obdaroq zansagan kishi savdogar emasligimizni bir qarabla bilib olaydi. Elmisaqdan tatib bizdek ziyon tatishni yaxshi ko'rdigan sehiy savdogarlar bo'p baxmagan bo'g'itdi haqiqatan. El raiyat ahvolning bunchalik qattiqligini bilgan bo'lsak, 2 harva emas, 20 harva yük tayyorlab olgan bo'lar ekanmiz. Xo'ja eri qishliqidagi heliqi 10 necha uylik Suluki Ishqiya muritlarining uyini rastilla Suluki Isaqiya muritlari ko'ydirib atganmidir? Dedi Mirza Babaqbek o'ychanlik bilan. Bir nima demak tas, dedi Ismoilxon. Hozir har qanday peshkanlikni, balo qazoni bir suluktikilar, ya'ni yana bir suluktikilar, yana bir suluktikilardan ko'rdigan bo'lib olishdi. Adnasi yegan tamuqi og'zini ko'ydirib atsimi, geliga turib qolsimi, o'zga suluktikilardan yomonlashidi. Kuzdan ishqiya sulukidikilarning pir azami Xo'ja Hidoyatulloh Eshon hazratlari saltantimizga zimmilik bildirib, Qashqar amri Mirza Haydar Do'g'lati orqali o'rdaga maktub yo'llagandan beri Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon pir buzurgimizmi Xo'ja taqibini to'xtatdi. Suduk g'ovg'alarimi asosan besiqib qolgan edi. Ammo yaqindan beri Makit, Ilishqo, Poskam qatorliq yurtlarda ikki suduktikilar bir-birining mol chorvalarini o'ltirib yetadigan, uy voqilariga o't qo'yib yetadigan ahvollar yuz berib yetibdi-dak, dedi Mirza Babaqbek xonning og'zidan gapni tortib olib. Shundaqmi? dedi Ismoilxon. Ajab, bu ish to'g'riliq hech qanday ma'lumot topshirib olmadik-ku amisa. Balkim ahvoldan xabar topgan amirlar bu ishni kichik chog'lab, ushshaq-tushshaq ishlar uchun olilarining ko'ngil oromini buzmayli deyishgandir ehtimolim. Xon atamdan bu ishlarni yo'shirig'ini yaxshi bo'lmabdi, dedi Malika Muhtaram xonim. Mushundaq cho'ng kichik suluk majralarining oldi elinmasa, keyin borgansiri adab saltanatimiz uchun balo qazo bo'ladi. Bu ishlarni vaqtida surishti qilish kerak. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning zimmilik bildirib maktub yo'llashimi xon atamning saltanatini sulukdan mustasno tutish siyosatini qattiq ijro qilib, Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonga yuz xotiri qilmaganligiga qoyil bo'lganligi sabab bo'lgan. Are, dedi Mirza Babaqbek. Xo'ja Eriqdiki mulki ishqiyachilarning uy makonlarining ko'ydirilishi kichik ish emas. Boshqasini demagandimi, 10 necha uylik, birer yuzga yaqin odam mushunda qariqishda makonsiz qoldi. Gerçi qiblagohimiz ularga mehr shafqat qilib, uy makonlarini asliga keltirilib, qishdan aman esan chiqib pul pichak, kiyim-kechak, raxt mato bergan bo'lsa-mu, ularning qalbidagi sulki soqiyachilarga bo'lgan o'shmanligi texi besilg'ini yo'q. Ularni o'sh olmaydi deb hech kim hud qilolmaydi. Ostonaga qaytgandan keyin Maxtumzoda buzurgvorimizga ahvolni aytaydi. Har qaysi yurtlardagi murid muxlis suluk mas'ullariga xon farmoniga bo'ysunib, Suluki ishqiya muridlari bilan o'chakashmaslik haqida farmon yo'llag'ay, dedi Ismoilxon. Buninglik bilan kundan kunga adavatgan suluk majralarini unumlik to'sqilib bo'lmaydi xon ata, dedi Malika Muhtaram xonim. Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon buzrukcha bo'lsa butkul Saidiya tasarrufida bir Suluki ishqiya muridi bo'lmasa yaxshidi deydi. U hali ham
Сілінің сүлкі ішқия мұрыттырғы қаған кәңчіліктерден толымы хапа, ağızdan aşkarı çıqıramığını bilen köңlüde ғолмы ба, ол İşan Həzretinin köңildikini bilgeşkila hər qaysı yurtlardaki sülki İsaqiya murtlarının xoriki üstün xanlıq qanun jasaqni yarlıq fərmanni közge ilmaydı. Ochiq aşkara xilaplık qılıdı. Meningcha bu majrani önümlük cheklaymiz deydikanmiz. Maxtumzada Xo'ja Abdulla İşanның murid muxlislarga farmon tushirishni kutib turmasdan xanlıq qanun jasaqqa saltanatning sur hayvisiga tayinish kerak. Мәсәлән, qandaq qısaq bolur мәликәм, dedi Mirza Babaq bəy. Gerçi көңілік pükkan bolsunmu, xonga yüzdürana deyishga jur'at qilolmagan gaplarni Malika Muhtaram xonimning davatqanligini tuyib, Malikani so'zlashga da'vat qilib. Мәсәлән, dedi Malika. Xonliqimiz tavasidagi har qanday ra'iyat sülük majralarini paydo qilsa, bu majranın mayli çoğun, mayli kichik bo'lishidan qat'iy nazar, majra to'g'dirg'uvchilarning birdek kallasi ilindiganligi haqida har qaysi yurtdagilarga yorliq tushirib, yorliqni xonliq qat'iy ijro qilish kerak. Haq nohaqni ayirmaydi ekanmiz-da, dedi Sultan Ismoilxon istihzoliq kulib. Har qanday mazhab majralarining haq nohaqini ayirmak ba'zi müşküldür, dedi Malika Muhtaram xanım göz qarashlarını şərhlab. Amma bu sülük mazhab majralarının saltantimizning bexatarligi, avamning xotirjamligi, tinchligiga ziyon yetkazadiganligi qilsig'mas haqiqatdir. Shundaq ekan, har yili sülükdagi ko'karma, ushuq, jidalxo'rlarning kallasini ilish nahaqchilik bo'lmaydi. Faqat farmonni, qonun jasaqni ijro qiluvchi amir baglar bir tarafga eg'ib ketmasili bo'ldi. Mirza Babaq bəy qoyil bo'lgan holda Sultan Ismoilxonga qaradi. Ammo xon ifodasiz holda ko'zini yerim yumg'unicha o'tiradi. Shu asnoda Mapa tuyuqsiz to'xtab qoldi. Ajablangan Mirza Babaq bəy Mapaning oldi panjarasini to'sib turgan xurum qapqaqni bir yoqiga qayirib Mapikashga to'ladi. Nemish bo'ldi? Ajab to'xtab qoldinglar-ku. Ma'lum bo'lg'ay, oldimizdagi mahallada cho'ng bir jangi jidal bo'lgandek qiladi, dedi Mapikash. Udul mengiverimizmi yoki oylinib o'tib ketimizmi? Mapidagilar darhol yerga tushdi. Shivirg'onga aylangan qor to'xtamay yig'ib oldi tarafdagi ancha cho'ng bo'lmagan ko'jim mahallini quyuq ustida qaplagan bo'lib, qo'lda to'qmoq ilib olgan bir to'p odam u yoqdan bu yoqqa yugurishib yuradi. Bu qaysi yurt? so'rdi Ismoilxon tashvishlangan holda. Xon olilariga ma'lum bo'lg'ay, dedi yo'l boshlig'uchi yasovul qo'l bog'lab turib. Bu Qog'liq qal'asi atrofidagi Chorbog' yezisi. Mahalla ichida biror to'polon bo'lgan o'xshaydi. Berib, nemish bo'lganligini bilib kel, dedi Mirza Babaq bəy yasovulga. Yigit darhol otga mindi-da ushqandak chepib ketdi. Shivirg'an odamning quloq, burniga rahimsizlik bilan changal solgan bo'lib, xuddi hari choqqandek ichish turatdi. So'zlar juğga mahkam qimdalgan Sultan Ismoilxon dugdiyib qolgan edi. Bu shivirg'an salomatliklariga ziyonliq oliylari, dedi Mirza Babaq bəy Ismoilxonga qarab. Mapi ichiga kirvasla qibligahim. Yurt ichida nima vaqa bo'lganligini, nima vaqa yuz berganligini bilgisi kelib turgan Ismoilxonning mapiga chiqishga royi bo'lmadi. Malika Muhtaram xonim allaqachon har ehtimolga qarshi o'qiyasi bilan sadoqni bo'yniga esib olgan bo'lib, Po'lat naysini nashtardek sanjilayotgan shivirg'onga qaramay qo'liga ilib olgan edi. Uzoq o'tmay yasovul yigit qaytib keldi. Sülüktikilarning majrosi ekan, dedi yigit otdan sakrab tushirib o'tib. Sababini aniq uqolmadim. Har qaysi sülüktiki muridlar bir-birining o'ylarini ko'ydirishgan o'xshaydi. Yerda qonga minib bir
qancha odam yotidi. O'lik tirikligi noma'lum. Yurt xalqi ikki qosh bo'lib, bir-biriga hozirlik etildigandek alpozda turishib o'tibdi. Ondaq bo'lsa, darhol berib jangi jidalning oldini olayli, dedi Malika Muhtaram xonim yendiki otning o'zangisiga dassab shaqqid otqa minib. Oldirmisizlar Malikam, dedi Mirza Babaqbek. Bu jidalni to'saymiz deb berib orlashib qolsak, xon oliylarining omonligiga ta'sir yetib qolmasin. Buningdan voyimaymizlar, Amir Kabir ota, dedi Malika. Xon otam ma'bidan sirtqa chiqmay o'tirsin. İki nöker ma'bidan ayrılmay, xon otamni qo'g'disin. Bu majra sizlarning deganlardek uncha cho'ng'iyibmi ketmas. Mirza Babaqbekning bu jidalni to'sqisi bo'lsa-mu, og'izdan chiqarmagan edi. U Sultan Ismoilxonning ifoda bildirmay turganini ko'rib so'radi. Sizlarcha qanday qilsak bo'lar, qibligahim? Navada korimiz bo'lmay ketib qolsak, mushunda qattiq shivirganda o'lim yetim bo'lib qolmasin deymala. Mayli, borsak boraydi. Ammo to'limi ehtiyot qilinglar, dedi Ismoilxon ma'piga chiqib o'tib. Shu hamon Mirza Babaqbekmi otdan biriga mindi-da, harbiy kashlarga qarab, "Har ehtimolga qarshi yarog'laringlarni yininglarga elib olinglar", dedi. Ular old to'plan bo'lgan yerga kelganda, ikki tarafga bo'lingan odamlar bir-biriga qor yomg'irdak til silishyotdi. "Ey namusulmon ishqiyachi hadlar! Darhol Chorbog' tavasidan chiqib ketish. Bo'lmaydigan bo'lsa, xotin qizringlarga ko'z tutib turib, sallarni kut qilib o'timiz. Ey qor musulmon, soqiyachi to'ng'izlar! Chorbog' baboyi ajdodlarimizdan tortib, biz ishqiyachilarning makonidir. Yaxshilikcha go'rida to'ng'iz suratlik bo'lib qo'padigan Maxtumzodangning qishig'i ketib olish. Bo'lmaydigan bo'lsa, xotin qizringni ko'zringga ko'z tutib turib, bo'g'az qilamiz." Her iki sülüktiklerinin paylı tolumu yaman idi. Her iki taraftaki adamlarının kolları da tayak tokmak, paltı keke, arıt urgak, piçak var idi. Adam sanımı birbirinden anca fark kılmaydı. "Esselamu aleyküm, ey muhterem qeyrindaşlarım", deb salam berdi Mirza Babaqbek devrab turgan iki topning dal o'tirig'iga kelib. "Mushundaq shivirg'anliq kunlarda issiq uydiringlarda o'tirmay, bir-biringlarning ko'ngliga azor berishinglarning boisi nima ekan? Bu ishqiyachi harlar yoranlarimizni urib o'ldiryapti. Uning xun qisosini olmoqchimiz. Sen isoqiyachi qor musulmon to'ng'izlarmi bizning uy makonlarimizga o't qo'yib, yavru birodarlarimizni dumbalashding'u? Bilib qo'yish, bizmi xun qisosimizni olmay turib, paylimizdan hargiz yanmaymiz. Bundaq jidal majra qilishsanglar, behuda qon to'kilishdan boshqa hech qanday foyda ololmaysizlar", dedi Mirza Babaqbek salom qilib. "Uningdan ko'ra qo'g'liq berib, bakka arz qilsanglar, haq nohaqni lilla ayırıp qo'ysa yaxshi emasmi qarindoshlarim? Bu bak so'raydigan da'vo emas", dedi soqiyachilar to'pidan 50 yoshlardagi so'latda kiyingan bir so'pi supat odam oldiga chiqib. "Bu da'voni mana o'zimiz so'raymiz. O'zlari bu yurtning nemisi taqsir?" so'radi Mirza Babaqbek tamkinlik bilan. "Men ulug' pir buzrugimiz Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Avliya Hazratlari bekitgan bu yurtdagi sulki soqiya muritlarining sulk mas'uli xalifasidirman. Demak, xonlik tarafidan qo'yilgan yurt oqsoqoli emas ekanlar. Aslida Sultan Ismoilxonning qo'g'liqdagi baglari bizdek sadoqatman soqiya muritlarini yurt oqsoqolligiga belgilab farmon tushirishi kerak edi. Taqsir, sizlar yoq yurtliq savdogar o'xshaylar.
dedi hiliqi sülük məsuli körənglik bilan so'zlab. Ammo Dahriy Sultan Ismoilxon Maxtumzoda pir buzurgimizga vafosizlik qilib, Sulki Isoqiya muritini saltanat ishlariga yaqin yo'l atqizmadi. Shu sabablik İşan pirimning dili ko'p ranjidi. Xudo buyursa, pirimizning qarg'ishiga ketgan ul sulton pat yaqinda beshini yeydi. Tillarini yig'sila deb vaqirdi Malika muhtaram xonim. Bu odamning Sultan Ismoilxonni haqoratlashiga chidab tura olmay. Xonlik qonun jasaqni bilamlasizlar. Xonga haqorat qilish qo'lga ketadigan ig'ir gunoh. Sülük mas'uli yap yoshla bir yigitning o'ziga otkochlik qilib, xonlik qonun jasaqdan saboq berganiga chidab turamadi-da, bag'asiri hadidini ochdi. Xonga haqorat qilsam, mana men qildim. Sizidek texi qo'ng'i tuk chiqmagan, seriq so'ymagan nima dazkatdi? Menchi bo'lsa, Maxtumzoda pir buzurgimizni ranjitib, ishqiyachi xallarni jazolamay, ularning podiqini yo'g'initib qo'ygan ashu Dahriy xonni o'z qo'lim bilan o'tirvatsam deyman. Ey munofiq, zuvaningni yig'dayman. Bika tilingni kesib tashlamay yana, dedi Malika muhtaram xonim g'azabini besib ololmay. Tillaymanga qandoq, dedi hiliqi sülük mas'uli ko'karmelik bilan. Ahvoldan qaraganda, senmi ashu ishqiyachi xarlarning taxiyi o'xshamamsan? Sen bu yurtliq bo'lmagandan keyin g'it qisib asta ketib ol, bo'lmasa ko'tinga. Malika muhtaram xonim ömrida anglab baxmagan bu haqoratga faqatla chidab turolmadi. Qo'liga qandoqsiga o'qiyani og'inni, sadoqdan olgan o'qni yog'i qandoq batligini bilmayli qoldi. Ko'zni yumib ochquchi bo'lgan vaqtda vingildab uchib borgan o'q heliqi sülük mas'ulining dal qorniga sanjildi. Sülük mas'ulining o'lganligini ko'rgan Isoqiya muritlari Malika muhtaram xonimga qarab etildi. Xalifimizni o'tirvatdi. Tutinglar avu murtatni. Xalifimizning xunni to'ltayli. Sülükki ishqiya muritlari, Sülükki Isoqiya muritlarining beshiga kelgan bu balo qazodan xo'sh bo'lishib, bir chatda tomosha ko'rishib turishadi. Mirza Babaqbek bilan Orvikash siyoqida yasnavagan yasovullar qilichlarini yalang'ashlashib, davrab kelgan odamlarni tutishga boshladi. Ochiq texla besiqmagan Malika muhtaram xonim etini birilib yiqindab, o'ziga etilib kelayotgan odamlar to'piga tashlandi-da, ayt-uyt deb bo'g'icha bir necha odamni nayzlab, otqa dastib o'ldirdi. Otqa dastib ulgurdi. Shuning bilan bir maydon qonliq to'qinishning yuz berishi qosh bilan kirpikning orliqida qoldi. Dal shu paytda bir to'p otliq xon lashkarlari osmondan tushgandakli paydo bo'ldi-da, olamanni chaqmoq tezligida qo'rshidi. 10 necha otliq lashkar to'p orsiq bostirib kirganicha Mirza Babaqbek bilan Malika muhtaram xonimni qo'g'didi. Lashkar beshi bir ovoz bilan to'ldi. Xaloyiq, paylinglardan yeninglar. Xon lashkarlari bilan qarshilashsanglar, yaxshi oqibat ko'rmaysizlar. Kutmagan yerdan qonliq bir fojiadan qutulib qolgan Mirza Babaqbek yengil tin oldi-da, lashkar beshiga shundoq bir qarabli to'nidi. Bu Ostona muhofazachilar qo'shinining sarkatlaridan biri Mirza Fozil Bahodir edi. Nurg'unlagan otliq lashkarlarning qurshoviga tushib qolganligini ko'rib, Isoqiya muritlari payldan yondi. Otliq lashkarlar ikki sülükdagi quturgan odamlarni taqib etdi. Assalomu alaykum, amir janoblari. Assalomu alaykum, sarkarda Malika muhtaram xonim, dedi Mirza Fozil Bahodir otdan sakrab tushib salom qilib. Va alaykum assalom, dedi Mirza Babaqbek salomini ilgilib va ajablangan holda so'radi. Bu yerga qandoq kelib qoldilar sarkardan? Amir kabir janoblariga ma'lum bo'lg'ay, dedi Mirza Fozil Bahodir. Tünügün keşte Ostona emri Mirza Avazbek janoblarining xon olilariga yo'llagan jiddiy ma'lumotini elib yo'lga chiqqan edim. Yurt mahaldan so'rab, to'xtamay yo'l yurib, bu jangi jidalga ko'zim tushdi. Ostonda biror ahvol yuz bermagandi, so'rdi Mirza Babaqbek xavotirlanib.
Tönügün peşin namazdan keyin Saqiya muritlari bilan Ishqiya muritlari orasida qirg'inlik yuz berdi. Ular bir-birining o'ylariga o't qo'yib, bulab-talab, o'ltirib chepishdi. Bu qirg'inchilikqa Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon Piri Buzruk hazratlari aralashganligi uchun Amir Avazbek amalsiz qilib, menga bir parcha ma'lumotnoma yozib berdi-da, xon oliylari savdogar siyoqida yosinib, Xotan tarafga el avamning hol ahvolini xufiyan bilib kelishga chiqib ketgan. Sizlar nadim bo'lmasin darhol izlab berib xonga ahvolni ma'lum qilsalar degan edi. Ma'bidin Sultan Ismoilxonning tushayotganligini ko'rgan Mirza Fozil Bahodir gapini to'xtatibla qo'l bog'lab xonga salom berdi. Assalomu alaykum xon oliylari. Ma'lumot qani? Dedi Ismoilxon jiddiy tarzda. U ma'bida turib Mirza Fozil Bahodirning gaplarini to'liq anglagan edi. Mirza Fozil Bahodir qo'yindan bir parcha xatni ilib xonga ikki qo'llab uzatdi. Xon xatga boshdan oxiri ko'z yugurtida Mirza Babaqbekka uzatib turib amr qildi. Darhol ostoniga qaytayli. Mirza Babaqbek xatni o'qib bo'lishiga Malika Muhtaram xonim elib o'qidi-da, g'azab bilan qo'l silkidi. Ya'ni shu suluk majrasi ekan-ku. Nimancha aram tepishmaydi bu xalifa so'pila. Texi Maxtumzoda Pir Buzrukningmi aralashqanini ko'rmamdigan? Sarkarda, dedi Mirza Babaqbek Mirza Fozil Bahodirga qarab. Bu yerdimi xuddi ostondagiga o'xshashla suluk majrasi yuz bergan. Her ikki sulukdagilarning payli to'limi yomon. O't qo'yish, o'lim yetim ahvollari yuz beribdi. Bir bölük lashkarlar bilan xon oliylarini qo'g'dab ostoniga qaytqashtiraydi. Sizlar qolgan lashkarlar bilan bu yerda qilib, qo'g'liq hokimbiga chiqib, bu voqeani bir yoqliq qilib bo'g'icha tartib saqlab turib tursizlar. Avi ikki harbida bir qism kiyim-kechak, raxit mata, pul pichaklar bor. Uy voqe kuyib makonsiz qolganlarga va kambag'al, ojiz, tul xotin, yetim o'g'illarga muvofiq tarqitib bersizlar. Əsrdə bolsun ki, heç qaysı sülükdiklərə yan basıdığan əhvallar yüz berməsin.